qiziljonli, men mastavani onamdan o'rganganman qilishni. Oldin mastavani guruch bilan qaynatardim-da, guruchi bo'kib qolardi. Bo'kib ishib, ovqat quyuqlashib ketadi. Qaymoq soldim, ukrop soldim. Zelenlarni yaxshi ko'raman. Mana bu yerda guruchi yo'q. Mana guruchni mana отдельно qozonchaga qaynatganman. O'sha отдельно solaman. Kimga kerak bo'lsa joyida отдельно solib beriladi qizlar. Sizlar ham shunaqa qilinglar. Mana guruchlar ishib ketmaydi-da. Mabodo bilmaganlar uchun. Sizlar aytgancha mastavalarni suv ovqatlarni mana bunaqa suxari bor, duxovkada qilingan, qizartirilgan, oddiy havoda qotirilgan emas, uy havosida duxovkada qizartirib, qotirilgan, patirdan qilingan suxariklar bilan qo'shib yesa, solib yesa вообще mazali bo'ladi. Buni yeganlar biladi qizlar, ayniqsa qaymoq solinsa вообще. Men bu guruchni aytgancha qaranglar. Tuz solganman, anaqa solganman. Pishiga ozgina qolganda qo'y yog'i solganman. Ozgina priprava solasizlar. Вообще mazasi zo'r bo'ladi. Menga yoqimli, sizlarga yoqimli tomosha.